Assalomu alaykum azizlar. Qandaysizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Demak, biz sizlar bilan birgalikda 19-testga yetib keldik. Xudo xolasa, 19-testni boshlaymiz. To'g'ri chizikli tekis harakatlanayotgan jism koordinatalari vaqt bo'yicha quyidagi qonuniyat bilan o'zgaradi. X o'qida undoq, Y o'qida bundoq. Tezligini toping. Qarang mana, X o'qidagi tezligi 4, Y o'qidagi tezligi 3. X o'qi va Y o'qi bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Natijaviy tezlik, umumiy tezligini qanday topamiz uni? Pifagor qilamiz. 3 bilan 4 Pifagor qilinsa 5 bo'ladi. Keyingisi rasmda jism tezlanishining vaqtga bog'lanish grafik keltirilgan. Grafikdan foydalanib jismni 12 sekund paytdagi tezligini toping. Boshlanish tezlik yo'q. Qarang. Tezlanishni vaqtga bog'liqlik grafikida mana bu yuza tezlikni o'zgarishini bildiradi. Boshlanish tezlik yo'q ekan, juda ham yaxshi. 10 ekan u. 0 deb o'qibman. Ming bor uzr. Demak, delta v mana shu yuzaga teng bo'ladi. Bunda mana tezlik kamaygan bu yoqda, chunki tezlanish manfiy. Mana bu yuzada esa tezlik oshgan. Ya'ni delta v teng 10 dan boshlab kamayishni boshlaydi dastlabki 4 sekundda. 4 kere 2 8 dan 8 ga kamayadi. Ana shu yuza nimaga teng bo'lsa, o'shanga kamayadi. 8 ga kamayadi. Plus keyin mana bu yoqda tezlik, tezlanish musbat bo'lib turibdi. Mana bu musbat tomonda nima bo'ladi? Tezlik ortadi. Bu yoqda 4, bu yoqda ham 4. 4 kere 4 16 plus 16. Bu javobi 18 metr taqsim sekund bo'ladi. Oxirgi tezlik topardik biza. Darrov qizishib, oxirgi tezlikni o'zini topdik. Delta v ni emas. Chunki mana boshlanish tezlikni qo'llab ketdik allaqachonda biza. Tushunarli? Xullas, tezlanishni vaqtga bog'lanish grafikida vaqt o'qi bilan chegaralangan yuza, grafikning vaqt o'qi bilan chegaralangan yuzasi tezlikni o'zgarishini bildiradi. Xo'p, keyingisi. Birinchi jism A punktiga borib kelish uchun 3 sutka sarfladi. Ikkinchisi 7 sutka sarflaydi. 6 sutka ichida bu jismlar necha marta uchrashadi? Buni grafik bo'yicha tushuntirsam yaxshiroq bo'ladi. Hop, mana ikkitasini ham bitta nimaga chizaman-da. Sal qiyshiq ketib qoldi. Aybga buyurmaymiz. X ni T ga bog'liq, ya'ni koordinataning T ga bog'liq tenglamasini tuzaman. Hop, birinchisi mana o manzil shu yerda deb belgilasak, masalanda X. Mana shu X masofaga borib kelyapti mana. X 0-koordinatadan deb qaraylik. Hop, 3 sutkada deydi. Ikkinchisi 7 sutka sarflaydi. Borib kelish uchun, demak 1,5 soatda boradi, 1,5 soatda qaytadi. Bu 3,5 soatda boradi, 3,5 soatda qaytadi. Ana qarang. 6 sutkaga borguncha chizaman mana bu 1,5 sutkadan, 1,5 sutkadan. Ana 1,5 sutkada bordi, 1,5 sutkada qaytdi mana. Mana bu yer 1,5 sutka, 1,5 sutka bu qaytib keldi, yana 1,5 sutka o'tdi. Yana bordi, 3 sutka o'tgan bo'ladi jami, to'g'rimi endi? Jamisini yozib keta qolaylik, yaxshi bo'ladi. Keyin yana ketdi, qaytdi. Nima deymiz? Endi 4,5 da ana unaqa bo'ldi. 6 da bo'ldi ana. Bu bizga jami 6 sutkada necha marta uchrashishi qiziq. 6 sutka harakatini chizib qo'ydim. Endi 7 sutka sarflaydi narigisi. 3,5 sutkada boradi, 3,5 sutkada qaytadi. Tushunarlimi? Mana 3,5 sutka mana bu yoqda bo'ladimi? Mana 3 dan sal o'tgandan keyin bo'ladi. Mana shu yerda taxminan 3,5-sutka bo'ladi. To'g'rimi? Ana 3,5 sutkaga borguncha ana ting bo'ladi. Va keyin 3,5 sutkada qaytib keladi. 6 dan keyin keladi-yu 7, to'g'rimi? Ya'ni jami 7 sutkada qaytib keladi u mana. Ana. Demak, mana jami 7 sutka ketdimi? Necha marta uchrashdi? Grafiklarni kesishgan joyi uchrashish nuqtalari bo'ladi. 1, 2, ana bu yerda 3 marta uchrashdi. Tamom, assalom. Tushunarlimi? Oson yo'li mana shu. Boshqa narsalari ham ko'pincha oson yo'li mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni mayatnikni tebrantirdim deydi-ku. O'shanaqa masalalarda ham qo'llasa juda ham zo'r bo'ladi mana shu narsalar. Hop, burchak tezlik va burchak tezlanish yo'nalishlari mos tushmoqda. Burchak tezlik bilan burchak tezlanishni yo'nalishlari mos tushmoqda. Bu qanday harakat? Bu aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat bo'ladi. Ya'ni omega ni yo'nalishi bilan epsilon, ya'ni burchak tezlanishning yo'nalishi mos tushsa, bu aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat bo'ladi. Tushunarlimi?
Aylana bo'ylab tekis harakat emas. Aylana bo'ylab notekis harakat deyish mumkin. Deyish mumkin. Nimaga? Chunki agar epsilon o'zgaruvchi bo'lsa, hozir men epsilon o'zgarmas holat uchun gapirib yubordim boya. Aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat deb turib. Epsilon o'zgaruvchi bo'lsa ham, lekin o'sha yo'nalishlari mos tushib turib, mana omegani ham, epsilonni ham yo'nalishlari mos tushib turib, epsilon o'zgaruvchi bo'lsa, aylana bo'ylab notekis harakat bo'ladi. Keyin uchinchi aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan. Bu aytgan gapimiz bu mana. Tamam? Ana demak, D javob bo'ladi 2 va 3. Endi to'xtab turing, mana shu ikkinchi sal yoqmayapti-yu. Notekis harakat degani bu umuman boshqa narsa-yu. To'g'rimi? Notekis harakat deb nimaga aytamiz? Ma'lum bir masofani ma'lum bir tezliklar bilan yursa notekis harakat bo'ladi. V1, V2. Bu noto'g'ri belgilab qo'yilgan bu. Umuman qarshiman men bunga. Notekis o'zgaruvchan harakat deb o'ylab qoldim-da, boya miyaga kelganda to'g'ri deganimda notekis o'zgaruvchan harakat desa to'g'ri bo'ladi. Notekis harakat umuman boshqa narsa bo'ladi. Aylana bo'lib notekis o'zgaruvchan harakat desak bo'ladi. Yoki notekis tezlanuvchan harakat desak yana ham to'g'ri bo'ladi. O'zgaruvchan desa sekinlanuvchan bo'lishi ham mumkin. Epsilon qarama-qarshi yo'nalgan bo'lishi ham mumkin-da. Notekis tezlanuvchan desa to'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bu. 2 bilan 3 xato. Demak, faqat 3 degan javobni olishimiz kerak. Endi unaqa javob yo'q. Afsuski. Biz nima qilamiz? Mana bu yerdan F javob kiritamiz. A, B, D, E yoki va 3. Faqat 3 bu yerda. Hozir men gapni to'liq ma'nosiga qarab aytayman. Bu notekis harakat degan ma'lum bir qismini falon tezlik, ikkinchisini pismadon, uchinchisini pismadon tezlik bilan yursa, bu notekis harakat bo'ladi. Bu hozir notekis harakat bo'lsa, bu yerda epsilon umuman qatnashmaydi ham. Tushunarlimi? Tamom, vassalom. Demak, kasal masala D emas. Tushunarlimi? Men to'g'rilab ketay joyida. Xo'sh, demak davom etamiz. To'g'rilab qo'ydim kaltini. Newtonning deydi 3-qonun qachon bajariladi? Impuls saqlanadigan to'qnashuvda. Xo'sh, energiya saqlanadigan to'qnashuvda, ham impuls ham energiya saqlanadigan to'qnashuvda, har qanday to'qnashuvda, to'ppa-to'g'ri, har qanday to'qnashuvda Newtonning 3-qonuni bajariladi. Chunki qanday zarba berilsa, xuddi shunday zarba bilan unga javob qaytariladi. To'g'ri? Mana dop etib qandaydir F kuch bilan ursak, unga qarshi xuddi shunday qarama-qarshi F kuch ta'sir qiladi. Qanaqa to'qnashuv bo'lishidan qat'iy nazar. Energiya saqlanadimi, impuls saqlanadimi deb o'tirmaydi u yerda, to'g'rimi? Hop, va ta'rifida ham xuddi shunday aytilgan. Ta'rifida Newtonning 3-qonunda har qanday ta'sir qiluvchi kuchga deb boshlanadi. Miqdor jihatdan teng, yo'nalish jihatdan qarama-qarshi kuch ta'sir etadi deb turib. Aravacha gorizontal yo'nalishda ildiz 44 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlansa, tarangligi qanday bo'ladi? Pastga mg, bu yoqqa ma. Avval siz mana uni ikkalasini Pifagor qilasiz, o'sha taranglikka teng bo'ladi. mg bilan ma. Tamom-da, bunaqa masala ko'p ishlayapti. Xo'p, demak, 125 metr balandlikda turgan 0,1 kilogramm massali elastik jism yerga urildi. Bunda jism impulsining o'zgarishini aniqlang. Hop, yerga urildi, qanday tezlik bilan urildi? V teng ildiz 2g h tezlik bilan tushadi bu, to'g'rimi? 2 ko'paygan j10 h 1,25. Hop, demak 2 ni 1,25 2,5 5 metr taqsim sekund tezlik bilan tushadi. Demak, urildi deyapti mana. Elastik jism yerga urilsa, qanday tezlik bilan urilsa, xuddi shunday tezlik bilan qaytadimi? Delta P nimaga teng bo'ladi? 2mv ga, to'g'rimi? mv bilan urildi, mv bilan qaytyapti. Ayirganimizda bittasi musbat bo'lsa, ikkinchisini manfiy qilib olishim kerak. Ayirganimda qo'shilib ketib qoladi va 2mv bo'lar edi. Hop, demak 2 ko'paygan m massasi 0,1 ko'paygan nima bo'ladi? 5. Javob 1 kilogramm ko'paygan metr taqsim sekund. Ana bo'lmasam. Hop, keyingisi 0,4 metr uzunlikdagi stejning bir uchi erkin aylana oladigan qilib mahkamlangan, ikkinchi uchiga esa kichik metal sharcha otilgan. Sharcha qanday minimal tezlik berilsa, u vertikal tekislikda bir marta aylana oladi.
Tushunarli. Demak, mana 38. Mana unaqa gap bo'lyapti. Mana aylanadigan qilib sterjinni joylashtirdi mana. Sterjin. Hop, mana bu yog'i mahkamlab qo'yilgan. Mana bu yog'iga kichik metal sharcha osilgan. Vazinsizmi? 0,4 metr uzunlikdagi bir uchi erkin oladigan qilib mahkamlangan. Ikkinchi uchiga esa kichik metal sharcha osilgan. Hoppa. Vazn bormi, yo'qmi aytmaysanmi, og'ayni? Hop, mana bu yerda endi vaznsiz deb qarab ishlayman. To'g'ri chiqsa demak, sterjin vaznsiz deb olingan bo'ladi. Keyin agar o'xshamasa vaznini ham inobatga olib ishlaymiz. Hop, demak mana bunga m massa, mana bunga v tezlik berdik. Bu sterjin bu. Buni uzunligi L. Bunday aylanadida nima qiladi? O tepaga kelib qoladi mana. Tepaga kelib qoladi mana shunaqasiga. Va bo'ldi, ana shu yerga yetib kelsa bo'ldi-yu. Bu sterjin-ku bu. Bu yoqqa o'zi dambillab tushadi buni, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda to'liq energiya mv kvadrat taqsim 2, eng pastida mv kvadrat taqsim 2 degan energiya berdik. Eng yuqoriga ko'tarilgan paytda nima qildik? U mj ko'paygan 2L degan potensialga ega bo'ldi mana. L balandlikda, yana bitta L balandlikda turibdi. Hop, demak, mana bular yo'q bo'lib ketsa, qanday tezlik berish kerak deganmidi? Bir marta aylana oladi. Qanday minimal tezlik berilsa, v teng ildizosi 4 jl. Hop, ildizosi 4 ko'paygan, j 10 ko'paygan 0,4, to'g'rimi? Ayna bo'lmasam. Demak, 16 chiqdi, 16 dan 4 metr taqsim sekund chiqadi. Ana demak, sterjinni vaznsiz deb olib ketishgan ekan. Mana kallani qotiradigan joylari. Shuni aytib ketmasa biz o'tiraveramiz. Hop, keyingisi. Oldin doskani o'chiraylik ozgina. Xo'sh, mana. Ozgina qoldi. Ana bo'ldi. Xo'p, demak, endi bunda ipga osilgan va 3 kilogramm bo'lgan avtomat o'q osildi va muvozanat vaziyatdan 20 sm ga ko'tarildi. O'qning tezligi qanday? Abbo. Buni ana bunday qilamiz. Mana kichkina nuqtaviy qilib chizaman. Ana nuqtaviy. Avtomat o'q uzdi men yurdim. Poq etdi, o'zi orqaga qandaydir tezlik oladi, to'g'rimi? Ya'ni 3 kilogramm o'q mana 10 gram. Ya'ni reaktiv harakat. M massali o'q v tezlik bilan uchib chiqadi. Oldinga bu yoqqa va avtomat orqaga katta M massali u qandaydir tezlik oladi. Katta M avtomatning massasi u tezlik oladi. MV nimaga teng? M o'qning massasi 0,01. V qanday tezlik bilan? O'qning tezligini toping deyapti o'zi. V ko'paygan katta M teng. Katta M 3 kilogramm ko'paygan 4. Demak, V teng bu yerda nima deyapti bu? U edi bu. U. Uni topishim kerak men bu yerda. U teng V taqsim 300 bo'ladi, to'g'rimi? V taqsim 300. Aynan. O'sha u tezlik bu yoqda mana bunday ko'tarilishiga sabab bo'ladi mana. Mana bunday ko'tarilib 20 sm balandlikka ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Mana h teng 20 sm. O'tgan darsda mana shu L bilan h'ni bog'lab berdim. Yana bitta bog'laymiz. Mana bu yerda L minus h bo'ladi. L minus h'ni L ga nisbati nima edi? 20 sm ga ko'tarildi deb qo'yibdi-yu. Nima kerak bor bu L minus h'larni? 20 sm ga ko'tarildi, tamom. Bu yerdan olgan mana bu kinetik energiyasi natijasida u tezlik oldi-yu. M ya'ni katta M. Ya'ni avtomatning massasi. M u kvadrat taqsim 2 ana u yerga keldi. Ya'ni 20 sm ga ko'tarilganda to'liq potensialga aylanib bo'ldi. Ya'ni M J H. Ana uni o'rniga nima qo'yaman bu yerda? V taqsim 300 ni qo'yaman. Mana bu m'lar yo'q bo'lib ketadi. 2 ni u yoqqa ko'paytirib yuboraman. V kvadrat taqsim 9 ko'paygan 10 darajasi 4 teng 2 ko'paygan J 10 ko'paygan H 0,2. To'g'rimi? 4. Voy, tezligi rosa ko'p chiqib ketdi-yu buni. Xato qildik biz, aniq. 2 kare 2 4, 4 kare 9 4 kare 9 nechi? 36 mi? 36 ko'paygan 10 darajasi 4 chiqib ketdi-yu. Obbo. Nimaga unday bo'ldi ekan? 10 gram o'qni tezligini toping. O'qni tezligini topdik-ku. Qani men bir xatoyimni ko'rib olay. Qoyil.
Bu rosa izladim u xatoni. Bu qanaqa xato yo'q bu yerda. V kvadrat ekan bu, bo'ldi tamom. V kvadrat shunga teng bo'lsa, v ni o'zi 6 ko'paygan 10 darajasi 2, ya'ni 100 600 metr taqsim sekund ekan u. Vabba. Ama xato ishladim deb qo'rqib o'tiraman. Ancha joylardan izlab chiqdim men xatoni. Qayda xato ekanda va? Xo'p, yer geostatsionar orbitasining orbitasidagi jismning aylanish davri necha minut bo'ladi? Nima? Yer geostatsionar orbitasidagi men qayerdan bilaman uni? Yer sirtiga juda yaqin nuqtalarda qarab berishim mumkin. Yer sirtiga juda yaqin nuqtalarda. Ya'ni ana bunday bo'lsa yer sirtiga juda yaqin nuqtalarda aylanib yuribdi deylik. Ya'ni buni orbitasining radiusi taxminan yer radiusiga teng. Ya'ni ko'tarilib yurgan balandligi yerning radiusini yonida hech narsa emas degandek gapda. Xo'p, yerni sirtida o'zimizga yaqin joylarda uchib yuribdi deylik. Masalan. Xo'p, ko'ramizda o'shanda chiqsa chiqdi, bo'lmasa bilmadim. Qanaqa ishlashini. Chunki qanaqa balandlikda yurishini men qaydan bilaman? Xo'p, demak, bu yerda markazga umuman olganda birinchi kosmik tezlik bilan yurish kerakmi? 8 kilometr taqsim sekund tezlikda uchish kerakmi? Yer sirtiga juda yaqin nuqtalarda aylanib yurish uchun shu birinchi kosmik tezlik shu. Demak, yer sirtiga juda yaqin nuqtalarda aylanib yurish uchun birinchi kosmik tezlikda harakatlanish kerak va biz bu yerda buni 2πr taqsim t ga teng deymiz. Va bundan t ni topamiz. T teng 2πr taqsim v bo'ladi. Va biz 2pi ko'paygan r 6400 kilometrligini bilamiz. 10 darajasi 3 metrga o'tib qo'yamiz. Va kilometr taqsim sekundni metr taqsim sekundga o'tkazamiz. 8 1 2 3. Ana bu bilan mana bu yo'q bo'lib ketdi mana. 64 ni 8 ga bo'lsak 8. 800 ko'paygan 2. 800 ni 2 ga bo'lsam 1600, 1600 ko'paygan pi. Sekund bo'ldi bu. Ana minutda so'rab qo'yibdi. Hozir minutga o'tkazib ko'ramiz. O'xshadi. Xo'p, demak 1600 ko'paygan pi. Qani pi? Mana pi. 1600 ko'paygan pi teng chiqqan javobni bo'laman 60 ga bo'lsam sekundga o'tadi, minutga o'tadi, to'g'rimi? Ana. Nima chiqdi bu? G'alati son chiqdi-yu. 83 minut chiqdimi? Yaxshi emas ishlar. Qaytadan bir ko'raylik. O 1600 ni ko'paytirdim. Nechiga? 3,14 ga. Bugun nimagadir yaxshi ishlar bo'lmayapti. Teng. Shuni bo'lishim kerak 60 ga. Bugun yaxshi ishlar bo'lmayapti nimagadir. Rosa chalkashyapman bugun, Xo'sh, bu kimdir bilsa yozsin osonroq usulni. Men bilmadim xullas. Bu yodlanib qo'yiladigan narsaga o'xshab turibdi. O'sha geostatsionar orbitadagi jismni o'zi 24 soatda aylanib chiqargan. Xuddiki yodlanadigan narsaday ma'lumot topdim men. Boshqa ma'lumot topolmadim. Isboti qaydan keladi uni? Umuman tushunmadim. Shuning uchun 24 soat bu 1440 minut. Tamam. Kimdir bilsa mana shu masalani isbotini normalniy osonroq usulnimi, umuman olganda isbotinimi qaydan kelib chiqdi 24 sekund geostatsionar orbitada degani qayer? Necha metr balandlikda aylanib yurish kerak yerning atrofida? Qachon bir marta aylanib bo'lgan bo'ladi? O'shalarga javob bilsangizlar, men uchun ochiq savol bo'lib qoldi hozir. Yozsangizlar yaxshi bo'lardi. Xo'p, keyingisiga o'taman. Shu tushunarli, demak, yodlaymiz. Men yodlashga qaror qildim. Xo'sh, demak, keyingi masala tarozida deydi. Jism massasini aniqlash uchun quyidagi tajriba o'tkazildi. Dastlab jism tarozini chap tomoniga qo'yildi va muvozanatda turish uchun 4 kilogramm massali jism tarozining o'ng tomoniga qo'yilganda pallal tarozi muvozanatda turdi. Keyin chap tomonda turish uchun 9 kilogramm yuk qo'yildi va massasini xullas jismning massasini toping. Mana yelkalari har xil ekan. Hop, oldin bu tomonga qo'ydik mana.
muvozanatda turish uchun o'ng tomonga 4 kilogramm, mana bu yoqqa 4 kilogramm qo'ydi, bu yoqqa m massali jism qo'ydi. Pastga mj bilan bosadi. mj ko'paygan L1 teng bu yoqda 4 kilogramm 40 newton hosil qiladi. 40 newton. Demak 40 newton ko'paygan L2 bo'ladi. Momentlar teng bo'lishi kerak. Endi keyin almashtirdi buni. Ya'ni yelkalarni bilmagani uchun har xil qilib ko'ryapti. Bu yoqqa boyagi m massali yukni qo'yapti, bu yoqqa boyagi 9 kilogramm qo'yapti endi muvozanatlash uchun. Ya'ni bu 90 newton bilan bosadi, to'g'rimi? Demak, endi mj ko'paygan L2 90 ko'paygan L1 ga teng bo'lyapti. Hop. L2 ni L1 ga nisbatan topaman tepadagi. Birinchi mana bu xat umuman olganda formuladan deylik. mj ko'paygan L1 taqsim qanaqa L1? O'zi L2 ni L1 ga nisbatan topyapman u. Hop, mj taqsim 40 bo'ladi. Endi narigisidan topsam L2 ni L1 ga nisbatan 90 taqsim mj bo'ladi. 90 taqsim mj bo'ladi. Va proporsiya qilsak mj ning kvadrati teng 4 kere 9 36 2 dan 0. Ildiz olsam 60 ha. mj 60 bo'lsa massasi 6 kilogramm bo'ladi shunda. Demak, tamam. Agar ko'lning chuqurligi 5 metr bo'lsa, ko'l tubidagi suvning bosimi deyapti mana. Suvning dedimi, ro'ji qash bo'ladi, tamom. Ya'ni ko'lning 5 metr chuqurlikdagi bosimini toping desa, p0 plus ro'ji qash bo'ladi. Ko'l tubidagi mana suvning bosimi deyapti. Demak, faqat suvning bosimini so'rayapti. P teng ro'ji qash hisoblanadi. Keyingisi. Havo pufakchasi ko'l tubidan ko'tarilib borayotganda uning arximet kuchi qanday o'zgaradi? Ortib boradi to'ppa-to'g'ri. Chunki biz bunga doir masala eshitgandik. Tepaga qarab hajmi kattalashib boradi. Chunki suvning bosimi kamayadi. Suvning bosimi kamaydi degani ichidagi gazni bosimi nima qilish kerak? Mana bu yoqda bosim katta. Suvning ichida pufakchaning ichida ham katta. Endi bu yoqqa chiqqanda nima bo'lishi kerak u? Bosim kamaydi, o'zini kattaytirib bosimini kamaytiradimi ichidagi? Bo'ldi, tamom. Demak, yuqoriga ko'tarilib borgan sayin pufakchani hajmi ortib boradi. Shuni hisobiga arximet kuchi ortib boradi. Hajmining 3/4 qismi suvdan chiqib turgan jismning zichligi aniqlang. Chiqib turgan deyapti. Endi 3/4 qismi chiqib turgan bo'lsa, botgan qismi 4dan 1 qismi botib turadi, to'g'rimi? Demak, botgan qismini topish formulasi bor. Rho jism taqsim rho suyuqlik ko'paygan v. Botgan qismining hajmi v taqsim 4 ekan. V taqsim 4 teng rho jism taqsim suvda deyaptimi? Suvda ekan 1000 suyuqlikni zichlik ko'paygan v. Vlar mana yo'qolib ketsa, bu 1000 bu yoqqa o'tkazsa, rho jism teng 1000 ni 4 ga bo'lsam 250 kilogramm taqsim metr kub. Hop, keyingisi. Ikkita ipining nisbatlari shunaqa, biror vaqt davomida birinchisi 20 marta tebransa, ikkinchisi necha marta tebranadi? Topamizda. Demak, tebranish davri T teng 2pi ildiz osti L taqsim J, to'g'rimi? Endi men yozaman buni T ni T taqsim N, N1 deyman. Teng 2pi ildiz osti L1 taqsim J deyman. Narigini yozaman. T taqsim N2 teng 2pi ildiz osti L2 taqsim J. Ana J. Endi biror vaqt davomida deyapti-yu, ikkalasi ham biror vaqt tebratilgan, ya'ni bir xil vaqt davomida tebratilgan. Shunday nisbat olsam, buni bunga bo'lsam, N2 ni N1 ga nisbat bo'lib qoladi. N2 ni N1 ga nisbati teng ildiz ostida mana bu 2pi lar yo'qoladi, J lar yo'qoladi, L1 taqsim L2 bo'ladi. Hop, L1 ni L2 ga nisbat 9 taqsim 4 bo'lyapti. Demak, bu yoqda 3 taqsim 2 chiqadi nisbat. Hop, birinchisi deyapti 20 marta tebransa, N2 taqsim 20 teng 3 taqsim 2. 10 N2 miz 30 marta tebranar ekan bu payt. Xo'sh, keyingisi. O'chiramiz va keyingisiga o'tamiz. Hop, 32 gram metan. 32 gram metan. Nechta elektron bor? Obbo. Mayli, topamiz. Hop, suv uchun topishni o'rganganmiz. Bu uchun ham topishni o'rganamiz. Oldin molekulalar sonini topamiz. M taqsim mu ko'paygan N Avogadrodan. Buni topishni bilasiz, to'g'rimi? Siqasib ketgan buni. Demak, endi SH4 deyapti. Bitta metan molekulasida bitta uglerod atomi va 4 ta 1 2 3 4 ta
vodorod atomi bo'ladi, to'g'rimi? Endi demak, uglerodni berib qo'yibdi unda bizga 6-12 deb turib. Bunda 6 ta elektron bor degani. Vodorodni berib qo'yibdi 1-1 deb turib. Bunda nechta bitta elektron bor degani. Endi 4 ta vodorod bo'lsa, har bittasida bittadan bo'lsa 4 ta bo'ladi. Mana bunda 6 ta. Jami 10 ta bo'ldimi? Bunda ham 10 ta bo'lib qoldi. Suvnikida ham 10 ta edi. Demak, elektronlar sonini topish uchun bu molekulada, ya'ni bitta molekulada 10 ta elektron bor ekan. Hozir ko'rdik mana. Va uglerodda 6 ta, mana buni har bittasida bittadan. Bittadan. Jami 10 ta. Bitta molekulada 10 ta bo'lsa, molekulalar sonini 10 ga ko'paytiraman. Tamam. Buniga ham 10 chiqib qoldi-da, yaramas. Mayli. Hop, demak, bir atomli 12 mol gaz 100 kelvinga qizilganda uning ichki energiyasi o'zingiz ishlang. Kondensator akkumulyatoriga ulanganda W energiya to'pladi. Demak, kondensator Q taqsim 2 energiya oldi o'ziga. To'g'ri? Kondensator energiyasi shundan. Bunda akkumulyator qancha energiya sarfladi? Wx teng Q ko'paygan U energiya sarflaydi u. Chunki Q zaryadni itarib beradi, u kuchlanishlar, u potensiallar farqi orasida. To'g'ri? Demak, Qu degani 2 W ga tengmi? Tamam. Buni biz oldin ham gaplashgandik, adashmasam. To'g'rimi? Sizlar bilan gaplashgandayman xuddiki. Shuning uchun bir chuqur tushuntirib o'tirman. Qaysi jarayonda umuman olganda liboy bitta narsani zaryadlayotganimizda, o'sha zaryadlayotgan narsamizga W energiya berish uchun bu yoqdagi manba bechora 2 W energiya sarflaydi-da. Ha, mayli. Qaysi jarayonda jismga tashqaridan energiya berish talab etilmaydi deydi. Tashqaridan energiya bermasa ham qaynash bo'lishi uchun energiya berish kerak u. Sublimatsiya. U qattiq holatdan to'g'ridan-to'g'ri gaz holatga o'tishi. Mana bu emasmi? Og'ayni. Sublimatsiya bo'lishi uchun o'zi qattiq holatdan to'g'ridan-to'g'ri gaz holatga o'tadi. Hech qanaqa energiya talab qilinmaydi. Erish jarayonida lambda m ni enang beradimi deydi-yu. Lambda m ni beramiz-ku. Erish jarayonida energiya talab qilinadi. Qaynashda ham. Hop, kondensatsiyalanganda energiya chiqaradi-da. Kondensatsiyalanganda energiya chiqaradi. Ya'ni gaz holatdan suyuq holatga o'tish kerak-ku. Demak, bu holatdan suv holatga o'tayotganda energiya chiqarib tashlaydimi? Mana shu eng bir dahshatli ekanda. Ya'ni umuman energiya berish shart emas. Umuman sublimatsiya bo'lishi uchun, sublimatsiyalantirish uchun qandaydir energiya berish talab qilinar balkim. Ya'ni masalan, qandaydir issiqlik energiyasini olgandan keyin tashqariga gaz bo'lib chiqib ketar. Masalan, olmani hidi bor-ku. U hamma temperaturada ham hid taratavermaydi. Sovuqda masalan olmani hidini bilib bo'lmaydi. Balkim kondensatsiya lekin umuman energiya talab qilmaydi. Ya'ni u hozir aytganimizdek bu holatdan suyuq holatga o'tayotganda u energiya chiqaradiki, olmaydi. To'g'ri? Olmasdan o'tadi. To'g'ri. Ideal gazga 600 joule issiq miqdor berilganda joule yo'q ekan u. Mayli, joule yozib qo'yamiz. Ichki energiyasi 200 joulga ortdi. Bunda gaz qanday ishlaydi? Hoppa, Quteng delta U plus A jonga tegib ketdi, bunaqa masalalar oddiy bu. Keyingisi. Qaysi jarayonda gaz ichki energiya hisobiga ish bajaradi? Demak, izobarikda bo'lmaydi. Ichki energiyani evaziga emas, izoxorikda ham emas, izotermikda ham emas. Adiabatikda to'ppa-to'g'ri. Nimaga? Chunki Quteng delta U plus A bu yoqda Quteng 0 bo'ldi degani, ish bajarish uchun albatta ichki energiya o'zgarishi kerakmi? Ichki energiya kamayishi kerak, to'g'rimi? Minus delta U bo'lgan bo'lsa, ichki energiya kamaysa, o'zi manfiy bo'ladi. Ya'ni delta U manfiy bo'ladi va minus bilan yo'q bo'lib ketib, gaz ish bajaradi. Tamam. To'ppa-to'g'ri belgilangan bu yerda. Xo'p, zaryadlangan sharning A va C nuqtalarida hosil qilgan maydon kuchlanganliklari A-ga teng bo'lsa, B nuqtadagi maydon kuchlanganligini toping. AC CB. AC CB ga teng deb qo'yib. Qolganichi? Bu yog'i yo'q. Yo'qmi? Ishimiz og'irlashadiganga o'xshaydi. Bu yog'i yo'q. Mana bu ham bu ham bu ham emasmikan? Shunaqa deb ishlayman men. Hozir. Demak, A nuqtadagi maydon kuchlanganlik
Ha mayli, o'sha R'ni o'chirib tashay. Ana shuni X deb qo'yaman. Bu yog'i R, bu yog'i ham R. Bo'ladimi? Endi rozimisiz? Ha, demak, unaqada qanaqa chiqar ekanda bu? O'xshamaydi-yu bu hech narsaga. Ha, hammasi bir xil bo'lishi kerak-ku buni. Xo'p, keyin davom qilaman mana. Ha, bir xil deb ishlaylik. Chunki narigini umuman bo'lmaydigan narsa keladiganga o'xshab tuyulyapti. A nuqtadagi maydon kuchlanganlik Q taqsim A nuqtada R kvadrat bo'ladi faqatgina, to'g'rimi? Mana shu narsa 36 volt taqsim metr bo'lib turibdi. Demak, Qning qiymatini topib bo'ladimi bu yerda? Yo'q, topib bo'lmasa ham. Demak, Qni o'zimizcha yozib ketamiz. Q teng 36 R kvadrat deb turib. To'g'ri? Shunaqa. Endi B nuqtada, B emas. C nuqtada. Mana shu B nuqtani yoza qolay. Q taqsim 2R kvadrat. To'g'ri? Qni o'rniga mana buni qo'ysam, to'g'ridan to'g'ri chiqib qoladi-ku hozir. Rlar bir xil desam, ha? Demak, Rlar bir xil deb bo'lmas ekan. Ana bu joyini behudaga yozmagan ekan bu yerda. A si SBga teng, bu yoq X masofa. Bo'ldi, tamom. O'chiraman. Hozir bo'lmasa shu yerning o'zida javob tayyor bo'lib qoladi. Ekanda 18 bo'lib qolar ekan. 18 ekan javobni o'zi yo'q. Demak, bu shashtimdan qaytdim. Demak, bu yer X masofa. Demak, A nuqtada A teng Q taqsim R plus X ni qavs kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Ana shu narsa 36 bo'lib turibdi. Endi B nuqtadachi? B nuqtada Q taqsim X plus 2R bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni R 2R plus X masofada yotibdi. Shuni kvadrati. S nuqtada. Buni bilmayman, mana shu so'roq. S nuqtada Q taqsim endi ana 3R masofada X plus yo'q. B nuqta to'g'ri 2R masofada yotibdi. A nuqta X masofada yotibdi ekan-u. Oppo. X ni kvadrati faqat A nuqta uchun. Q taqsim B nuqta 2R, to'g'ri. S nuqta X plus R ning qavs kvadrati. Bu teng nechi? 16 ekan. Xo'sh, bu yerda mana X ni topaman. X teng Q taqsim 6 bo'ladi. Mana bu Q ildiz ostida yotadi, to'g'rimi? Endi mana bu yerdan X plus R ni topaman. X plus R ni topsam Q taqsim, mana Q ildiz ostida taqsim 16 dan ildiz 4 chiqadi. Ana shunaqa. Endi demak, mana bu yerdan R ni topsam nima bo'ladi? R teng R ni o'rniga Q taqsim 6 qo'ysam, ildiz osti Q taqsim 6 ni qo'ysam, u yoqqa o'tib ketsa, ildiz osti Q taqsim 4 dan ildiz osti Q taqsim 6 ni ayirib tashlayman, to'g'rimi? Unga 6 da yo'q, 12 bo'ladi, umumiy maxraj. 3 tadan bunga 2 tadan maxraj bersam, ildiz osti Q taqsim 12 bo'ladi. Ana 12. R shunga teng ekan. X bor mana. R bor. Endi mana bu B nuqtaga uchun hujumga o'taman. B nuqtada nima bo'ladi? Q taqsim 2R. Ya'ni shuni 2 ga ko'paytsam Q taqsim 6 bo'ladimi ildiz osti? Ildiz osti Q taqsim 6 plus yana bitta ildiz osti Q taqsim X imizni o'zi ham Q taqsim 6 ga teng ildiz ostida. Va shuni qavs kvadrati yotibdi bo'ling. Demak, Q taqsim mana bu nima bo'ladi endi? Qo'shsam Q taqsim 3 bo'ladimi? Bunda kvadrati Q taqsim 9 bo'ladi, ha? Qlar yo'q bo'lib ketsa 9 tepaga chiqib 9 volt chiqar ekan. Ana, endi to'g'ri bo'ldi. Demak, boshidagi qarorimiz hammasini R deb ishlash, bu g'irt, bu mag'rur fikr ekan. Hayotda shunaqa ham bo'lib turadi. O'ylaganingdek bo'lmasligi mumkin. To'g'rimi? Meni ham ko'pchilik bir aqlli deb o'ylaydi, lekin 2 kundan keyin g'irt to'nka ekansiz-ku deb boshlaydi. Ha, mayli. Demak, diagonali 2 sm bo'lgan kvadrat
uchlariga har birining zaryadi 10 nanokulondan bo'lgan nuqtaviy zaryadlar joylashtirilgan bo'lsa, kvadrat markazdagi potensialni toping. Ya'ni bunday narsalarni o'zlaringiz hal qiladigan bo'lib ketgansizlar, u to'g'rimi? Bu qiyin narsa emas. Har bir nuqtadagi potensialni topib qo'shish kerak, tamom. Ko'p ishladik bunaqa masala, to'g'rimi? Demak, E yukasi 1,1 volt. To'xtang, shu ko'ngil bo'lmadi. Shuni bir ko'rsatib ketay. 53. Ana kvadrat, to'g'rimi? Diagonali 2 sm deyapti. Oho, diagonal 2 sm bo'lsa, hammani joyini o'zi hal qilib bo'lgan ekan u bu. Demak, mana bu 1 sm, bu ham 1 sm, bu ham 1 sm, bu ham 1 sm. Kvadrat bo'lgandan keyin tengga bo'lib tashlaydi kesish nuqtasida, to'g'rimi? 10 nanokulondan mana bu nimalar turibdi? Zaryadlar turibdi. Q teng 10 nanokulon. Bu yerda ham Q bor, bu yerda ham Q bor, bu yerda ham Q bor. Hammasini potensialini topib qo'shamiz. Hammasini potensiali Q taqsim R, to'g'rimi? Mana bu nuqtada, ya'ni markazida. Markazdagi potensial kerak. Shuni 4 ga ko'paytiraman, bo'ldi. K 9 ko'paygan 10 daraja 9. Q 10 nanokulon, 10 ko'paygan 10 üstü minus 9 taqsim R 1 sm, ya'ni 10 darajasi minus 2 ko'paygan 4. 9 kere 4 36. Ana 10 darajasi minus 9 bilan bu yo'g'iga kelsa 36 3600 bo'lib ketdimi jam? 3600 volt bo'ldi. Yo'q, 36000. Necha kilovolt deb turibdi, demak 36 kilovolt bo'ladi. 36 kilovolt. Ko'rdingmi? Ko'rdingizmi? Oson ekan. Xo'p, demak, tok manbaga 2 ohm qarshilik ulandi va tok kuchi shunaqa teng bo'lsa, qisqa tutashuv tokini toping. Oppa. Demak, I teng epsilon taqsim R plus kichkina r dan siz topasiz kichkina r ni. Va keyin qisqa tutashuv toki tashqi qarshilik 0 bo'lib qolgandagi tok. Ya'ni ichki qarshilikni qo'yasiz faqat mana yerga. Agar kuchlanishning effektiv qiymati 200 volt. Demak, u effektiv teng 200 volt ekan. Tokka aktiv, sig'im, induktiv qarshiliklar ketma-ket ulansa 10 sekundda ajralib chiqqan issiq miqdori. Faqatgina aktiv qarshilikdan ajralib chiqadi issiq miqdori deb turib, rosa ko'p marta gapirganmiz, jo'raganmiz. U kvadrat taqsim r bo'ladi, Q teng. Faqat aktiv qarshilik qo'yamiz. Tamom. Xato bo'ldi. Mana shu xato bo'ldi. Sal qoldi. Kibrga berilmaylik, shuning uchun deydi-yu. Bu ketma-ket ulangan degan joyga e'tibor beramiz. I kvadrat r bo'ladi. Chunki ketma-ketda i'lar bir xil bo'ladi. Endi men I effektivni topishim kerak bu yerda. I effektivni topishim uchun U effektivni Z ga bo'laman. U effektiv degani 200 taqsim Z deganimiz ildizosi R kvadrat plus RL minus R sonining qavs kvadrati. Ana. Mana shunday I effektiv topib bu yoqqa olib kelib qo'yasiz. Tamom, vassalom. Oidat.com Davri 0,1 sekund bo'lgan yorug'lik metal plastinada fotoeffekt hosil qila oladi. Davri shunaqa deyapti? Yorug'lik metal sirtiga tushganda qancha nanosekund o'tgach elektron metalni tark eta boshlaydi? Endi uni bilmayman, lekin men unaqa narsani hisoblab ko'rmaganman. Metal sirtiga tushgandan qancha vaqt o'tgach sirazi chiqib ketar ekanda, demak. Ya'ni tushgandan chiqib ketar ekan. Tamom, assalom mana. 0 sekund. Ya'ni tushgandan chiqib ketar ekan. Qoyil. Bu men uchun ham yangi fakt bo'ldi. Uni hisoblaydigan biron bir formula yo'q-da. Qancha vaqtda elektron chiqib ketadi degan narsa yo'q fotoeffektda. Lekin mana demak, energiyani olgandan chiqib ketar ekan. U orada qandaydir bir millisekundda, mana nanosekundda so'rayapti. Nanosekund mana bular. Nanosekund ham vaqt o'tishga ulgurmas ekan. Qoyil lekin. Mayli, bunaqa masala ishlaganmiz lekin. Shunaqa yorug'lik to'lqini chiqarmoqda ekrandagi 10 nuqtada. Buni diffraksion panjara sifatida qabul qilib ishlash mumkin bemalol. Ya'ni mana bu
bosh maksimumga nisbatan qandaydir bir og'ish bo'ladi. Birinchi tartibli maksimum, mana birinchi tartibli maksimum qancha masofada kuzatiladi deyapti. O nuqtadan qanday masofada? Mana O nuqtadan qanday masofada? Ana shu x masofani topishim kerak. Xo'p. Endi bu x masofani topish uchun nima qilamiz? Kellan ishlatamiz. Oldin mana bu burchak kerak menga. To'g'rimi? Mana fi burchak topib olsam, mana bu o'si tomon bor menda 4 metr. Keyin demak, d sinus fi teng k lambda degan diffraksiya uchun formula bor edi-ku. Bu mana shunga ham tushadi-da. G'irt tushadi. U d degani mana ikkita manba orasidagi masofa bo'ladi bunda. Ya'ni d nima deb qo'yibdi? Ana S1 bilan S2 ning orasidagi masofa 1 mm, ya'ni 10 darajasi minus 3 ko'paygan sinus fi teng k birinchi tartibli deyapti. Lambda 600 ko'paygan 10 darajasi minus 9. Ana bu bilan bu yo'q bo'lib ketsa, sinus fi ning qiymati 10 darajasi minus 6 bo'ldi. Ikkitasini yo'qotsak 6 ko'paygan 10 darajasi minus 4 qoldi. To'g'rimi? Endi bu juda kichkina narsa ekanligi ko'rinib turibdi. 0.10 mingdan 6. Obbo, nima qilamiz? Juda kichik burchaklarda sinus fi ning qiymati tangens figa rosa teng bo'ladi va bu ham fi ning o'ziga teng bo'ladi. Ya'ni bularning qiymati fi bilan tenglashib qoladi. Ya'ni burchak bilan tenglashib qoladi. Demak, sinus fi ga teng. Tamom do'stlar. Ana demak, endi x ni mana bunga nisbati, ya'ni mana o'si tomonga nisbati x ni o'si tomonga nisbati nima bo'ldi? Tangens fi bo'ldi. Va bu ham fi ga teng. Demak, x teng o'si ko'paygan fi. Tamom. Ya'ni mana sinus fi tangens fi ga teng. Ana shu burchakni o'zginasiga teng bo'ladi. Tamom. Burchakni o'zginasiga qanaqa tushuntirdim men? Sinus fi ning qiymati mana shu yerda turibdi. Ya'ni fi bilan mana bu narsa teng bo'lib qoladi. Ya'ni fi bilan ana shu narsa teng bo'lib qoladi. Ya'ni burchak bilan mana bu masalan yozasizlar-ku mana. Sinus 60 gradusda ildiz 3 taqsim 2 deysizlar-ku. Juda kichkina burchaklarda mana shu qiymat bilan mana bu qiymat teng bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Men tushuntira oldim degan umiddaman. Lekin katta normalniy ko'zga ko'rinadigan burchaklarda unaqa bo'lmaydi. Ya'ni 60 bo'lyapti, bu yoq ildiz 3 taqsim 2 bo'lyapti. Yoki mana radianda qo'yiladi. Pi taqsim 3 ildiz 3 taqsim 2 ga teng emas-ku. Hop, juda kichik burchaklarda shunaqa bo'ladi. Ya'ni ana shu qiymat bilan mana bu fi ning qiymati teng bo'ladi. Va to'g'ridan to'g'ri yozaman 6 ko'paygan 10 darajasi minus 4 deb fi ning o'rniga. Ana o'si 4. 6 kere 4 24 ko'paygan 10 darajasi minus 4. Bo'ldi. Millimetrda so'rayapti. 204 millimetr bo'ladi. Hop, keyingisi 28 58 ekan. O'zi aslida 28 bo'lishi kerak-da. 28 29 30 bo'lishi kerak. Mayli. O'tkazgichga ta'sir qilayotgan amper kuchini hisoblang. Unaqa formulani ham bor. F amper teng E b L. Chochib tashlaysiz uni tik joylashgan deyapti. Radioaktiv elementning o'rtacha yashash vaqti shunaqa bo'lsa, yarim yemilish davrini toping. Shuni 0 ga ko'paytiramiz og'ayni. Qaranglar, nimaga? Hozir ko'rsataman mana. 5.76 ni 0 ga ko'paytiraman. Qarab turinglar. O'chiraman buni. 5.76 ko'paygan. Endi aniq chiqarish uchun 0.69 ga ko'paytirasizlar deganmi? 0.69 ga ko'paytiramiz. Ja o'xshamadi. 5.76 ni shunda ko'paytiramiz. 0 ga ko'paytirib ko'raylik. 4. Xullas 4-da, 4. Tamom. Ya'ni yarim yemilish davri uchun formula yozgandik. Mana lambda teng ln2 taqsim t deb turibman. Tushunarlimi? Yo'q, bu o'rtacha yashash vaqti-ku bu. Kallanga. O'rtacha yashash vaqti boshqa narsa. Demak, o'rtacha yashash vaqti ko'paygan ln2 bu davrga teng bo'ladi, xullas, gapni qisqasi. Tov bo'ladi o'rtacha yashash vaqti, lambda emas. Ya'ni yemirilish doimiysi bor edi-ku. Lambda degan. O'sha bilan adashib ketdim miyada.
Tamam. Tushadi ya. Sindirish ko'rsatkichi shunaqa bo'lgan. Yassi qavariq linzaning optik kuchini aniqlang. Sirtining egillik radiusi ikkita tomon. Yassi qavariq deyapti. Mana bir tomoni yassi, bir tomoni qavariq. Okey. Juda yaxshi. Ancha-muncha vaqtdan beri ko'rmayotgandim bunaqa masalani. Ko'pchilikni basharasini yoradigan masala bu. Chunki mana ko'pchilik yozadi 1 taqsim f teng n linza taqsim n muhit minus 1 qavs ichida 1 taqsim r1 plus 1 taqsim r2 degan formulani yozadi-da, r1 r2 ga teng deb bosib ketadigan masalada bu. Ana shu r1 ni ham r2 ni ham o'rniga 6 sm qo'yib dabdalasini chiqaradigan masala. Xo'p, yassi deyapti. Bir tomoni yassi bo'lsa, bir tomonining egillik radiusi cheksiz katta bo'ladi-da, uni cheksiz katta. Shunda mana bu birni cheksiz katta narsaga bo'lsam 0 bo'ladimi? Demak, mana bu 1 taqsim f degani d degani. N linza taqsim n muhit minus 1 ko'paygan 1 taqsim r tamom assalom. Chunki birining radiusi cheksiz katta. Shuning uchun mana bu qiymat 0 bo'lib ketadi. N linza 1/6. Endi qayerda turgani aytmagan, to'g'rimi? Suvda turibdi demadi. Havoda turibdi deyman, birga olib ketaveraman. Muhitni sindirish ko'rsatkichiga. Minus 1 ko'paygan 1 taqsim r 0,06 0,6 bo'lingan 0,06 10 dioptriya. Shunaqa javob bor ekan u mana. Ana. Xudoga shukr. Demak, 19 ni o'z nihoyasiga yetkazdik. Salomat bo'lasizlar. Qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz.